Qanday asoratlar bildiruvdi? Shu mana shu boshimda shuvlagim borda. Mana shu birday turadi. O'chmaydi. Qo'llaringizgachi? Qo'limga oldin nima qiladi? Shu endi uncha nima qilmayman. Hozir qo'limga bermaydi, faqat shu boshimda. Shu nima bo'lib turibdi. Shovqonga o'xshaydi. Shovqon faqat. MRTga tushganingizda nechta edi grija bo'yinda? Bo'yinda bitta edi shekilli. Belda 3 ta edi. Belingizda 3 ta edi. Xo'p, mengacha ham lechinalar olgansiz boshqa joyda. Davolangansiz. Yaxshi. Bu nimani endi olyapmiz. Bizdaqa muolajani endi olishingiz manual terapiyani, yaxshi. Necha foiz o'zgardi? Bir 20-30% bo'ldimi yo? Ha, hozir ancha birinchi kursga qaraganda kelganingizda, misol, birinchi meni oldimga holat kelgansiz-ku. Birinchi meni kursimni olganingizdan keyin jicha bo'lsam jilish bo'ldimi? Ha, bo'ldi hozir. Hozir bularga ham aytib turdim. Bu mana ikkinchi nimamda o'tganga qaraganda ancha yaxshiman hozir. Yaxshi. Ana shuning uchun men etap deyman-da. Sababi bu necha yillik kasal, necha yildan beri shunaqa rivojlanib kelgan kasalni men 5 kunda yaxshi qilib yuborishim qiyin meni. Qo'limdan kelganini o'qib o'rganganimni jicha muddat bilan davolaymiz deymiz. Davolash bilan og'riq qoldirishning farqi bor-da. Tushundingizmi? Yaqinroq keling. Qirroqqa keling. Yana men yaqin. Uzatamiz pastgisini, yukamiz, yelkamizni orqaga tashlaymiz. Qani mikrofon? Yelkamizni orqaga tashlaymiz. Bo'shqamiz. Yana bitta opa. Yaxshi. Nariga tomonga. Yaqinroq. Yaxshi, tega qarab o'tamiz. Nima deysiz opa? Endi qo'lingizni menga bering. Bo'shmang. Pastga qarab bo'shatgalik kalangizni kirgizib yotasiz. So'lingizni orqaga yonboshqa qiling. Necha pastroqqa tushamiz ozgina. Bo'ldi, qilmalamay. Xo'p, bemorda ham bo'yin grija kasalligini ham bel umurtqa kasalligini olyapmiz. Ha, sizga ham bo'lsa xonangizga chiqib olaylik. Toshkentda filial bormi? Filialimiz yo'q Toshkentda. Aka grija yorilgan bo'lsa to'g'ri emas. Ha, bo'ldi. Almashtiramiz. Yaxshimi? O'zi yaxshi his qilyapsizmi? Yaxshi. O'ting opa. Ha, siz o'ting bo'lsa bir chekkadan chiqarib yuboramiz xonanglarga. Uzun yotasizlar, keling. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring opa, qayerdansiz? Alaykum assalom. Men Bag'dod tumanidan. Bag'dodda, Farg'onada. Xo'p, sizda umurtqa pog'onangizda L4, L5 da 8, L5, S1 da 6 va skolyoz kasalligi va listiz umurtqa siljishi. Shunaqa dedim, boshqasi ham. Davolanganmisiz? Yo'q, lechina olganman. Bunga temir qo'yamiz deganmidi? Ha, temir qo'yamiz. Temir qo'yamiz degan. Umurtqa pog'ona kasalligi bo'yicha biz ko'p gapirganmiz. Boya bittasi ham menga aytdi-da, yozdi, kommentariyaga yozdi. Faqatgina grijani bilasizmi siz? Grijani yo'q. Umurtqa pog'onasida 15 xil kasalliklarning turi bor kerak bo'lsa. Endi demoqchimanki, bemorimizda mana 24 10 ekana bittasi. 24 11 ekan. Qarang, bir oy ichida yana bitta umurtqangizda ko'payibdi. Oldin bitta edi ekan-a? Mana. Qanday lechinalar oldingiz siz? O'sha og'riq qoldiradigan ukollar olganman. Og'riq qoldiruvchi ukollar olgansiz. Mana. Bemorimizni MRT 24-yilgi MRT bilan bizga murojaat qilib kelyapti. Endi ahamiyat beramiz bu yerda mana. Abdurahmonovami? Abdurahmonova, bu yerda Abdurahmonova. Xo'p, Abdurahmonova 84-yil. Xo'p, mana ahamiyat beramiz endi bu yerda. L4, L5 umurtqa pog'onasida faqatgina bitta 5 mm grija bor mana. L4, L5 umurtqada bitta grija bor. 5 mm. Endi
sanasini ko'ramiz, tushgan sanasini 26-10 mana.